Sergeli Index bozor orqasida 9 etajga Novostroyka Greenhouse. Bir xona, ikki xona qilib qo'yilgan 36 kvadrat. 6-etajdagi Euro remont qilib qo'yilgan mebel texnikasi bilan kvartirani arzon narxda kanalida 41900 dollarga obzor qilib beramiz. Baquvvat liftlari bitta qavatda mana 4 ta xonadon bor. Kirganimizda prixoshkasi chiroyli remontlar qilib qo'yilgan, yangi remont. Kirganimizda birinchi oshxonasi, kuxni mebellar yasatib qo'yilgan, xolodilniklari qolyapti mana. Bu tarafda bolalar yotoqxonasi, mana bu mebel bilan yopib yuboriladi-da, bu yerga 2 qavatli detskiy kravat qo'yiladi. Bu yerda mana balkoni bor, balkonni siraz yoptirib tashlash kerak. Bu taraf mana Index bozori, to'g'rida mana bozor, sal yurganda Turon metro bekati. Xo'p, bu yerda xohlasalar endi buni kuxniyani bu yoqqa ko'chirsa ham bo'ladi, lekin rasxod bo'lib ketadi. Bu tarafi mana sanuzel birgalikda o'tiribdi. Stiralkalari ham bor, hammasi qolyapti. Bu tarafimiz mana kattakon zali. Hozir yig'ishtirilmagan, yig'ishtirib, gilam to'shab, parda taqsalaringiz kirib yashaydigan bo'lib turibdi. Mana chiroyli remont qilib qo'yilgan, kirib yashashga tayyor. 36 kvadrat 41900 dollarga. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar, faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga telefon qilasiz.